Misr Arab Respublikasi prezidenti Abdulfattoh Said Husayn As-Sisining mamlakatimizga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida O'zbekiston-Misr biznes forumi hamda B2B formatidagi kooperatsion birja bo'lib o'tdi. 100 dan ortiq ishbilarmon doiralar vakillari ishtirok etgan tadbirda turizm, farmatsevtika, elektronika va boshqa sohalar bo'yicha o'zaro manfaatli investitsion hamda savdo kelishuvlarini imzolashga oid muzokaralar olib borildi. Bundan tashqari biznes forum doirasida O'zbekistonda meva-sabzavot va logistika hubini tashkil etish masalalari ham ko'rib chiqildi. B2B formatidagi kooperatsion birjada ikki mamlakatdan 100 ga yaqin ishbilarmon doira vakillari ishtirok etdi. Xususan, tadbirkorlar Misrga yuqori sifatli mahsulotlarni yetkazish masalalari bo'yicha qator uchrashuvlar o'tkazib, elektrotexnika, farmatsevtika, turizm va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli investitsion va savdo kelishuvlariga erishdilar. Misrlik elektrotexnika mahsulotlari chiqaradigan yirik kompaniya bilan muloqot qilib, El Said kompaniyasi bilan muzokaralar o'tkazdik. Korxonalarimizni imkoniyatlari bo'yicha ma'lumot berdik. Ular ham qiziqishdi. Xullas, muzokaralarimiz natijasida biz keyinchalik qanaqadir muloqot o'rnatishga kelishdik. Mazkur tadbirning tashkil etilishi ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning yangi bosqichini boshlab berishga xizmat qiladi. Misr davlatining yalpi ichki mahsuloti $1 trillion tashkil etadi. Misr orqali O'zbekiston uchun Afrika davlatlariga yo'l ochiladi. Ya'ni ular bilan eksport-import jarayonlarini yo'lga qo'yishimiz mumkin. Kooperatsion birjadan so'ng O'zbekiston Misr biznes forumi ham bo'lib o'tdi. Qayd etish lozimki, savdo-iqtisodiy yo'nalishning faol vakillarini birlashtirgan ushbu biznes forum birinchi navbatda ikki davlat o'rtasida savdo, investitsiyalar, sanoat kooperatsiyasi hamda turizm sohalarida hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Biznes forum ishtirokchilari tomonidan ta'kidlanganidek, mazkur tadbir o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirishga mustahkam asos bo'lib, do'stlik va strategik hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ishbilarmon doiralarni va davlat idoralari xodimlarini bir davraga yig'ib, kelajakdagi istiqbolli loyihalar to'g'risida muhokama bo'ldi. Bu muloqotlarning asosiy mazmuni bu savdo-iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, eksport importga yo'naltirilgan mahsulotlarni rivojlantirish, shu bilan birgalikda kooperatsion hamkorlik o'rnatish to'g'risida kelishib olindi. O'zbekiston va Misr o'rtasidagi o'rnatilayotgan yangi biz savdo aloqalarimiz bu ikki tomon uchun ham manfaatli hisoblanadi. Chunki Misr davlatiga biza O'zbekiston bozorini taklif qilmoqchimizda va bu bozor orqali Markaziy Osiyo davlatlariga chiqish, Afg'oniston va mustaqil davlatlar hamkorligi davlatlarga chiqish imkonini yaratib beradi. Shu bilan birgalikda Misr bozori bizga Afrika davlatlariga, arab davlatlariga eshik bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumot o'rnida qayd etish mumkinki, biznes forum yakunida umumiy qiymati $400 million AQSh ortiq bo'lgan elektrotexnika, farmatsevtika, logistika va bank moliya singari sohalar bo'yicha kelishuvlarga erishildi.